Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun GN 504 legendarniy traktorimizni eng oxirgisi Farg'ona viloyati Quva tumaniga sotilyapti. Quvadan Muhammad Yusuf akamiz tashrif buyurdilar va lizingga xarid qildilar. Muhammad Yusuf aka, bu traktorni olishdan maqsadingiz va nima deydi, yana qanaqadir bundan oldingi traktor haydab o'tganlaringiz, shuni bir aytib o'tsangiz aka. Ishlatgan oldik. Oldin ham Chimgan minganmiz. Shuning uchun endi kattarog'iga qiziq, kattarog'ini oldik. Xudo xohlasa. Aka, oldingi Chimganingiz qanaqa model edi? O'shani ham bir og'iz aytib o'tsangiz. 304, Necha yil haydadingiz? 13 yil haydadim. Mana akalar ko'ryapsizlar, 13 yil 304 2 porshili traktorimiz haydab turib, yaqinda sotib turib, GN 504 traktorimizni xarid qildilar. Mana Alisher akamiz og'aynilari, eng yaqin do'stlari ekanlar, traktorning qotillari ekanlar aka. O'zlaridan ham bir eshitib o'tasizlar. Alisher aka, bir og'iz gapirib o'tsangiz aka. Ularni ancha oldin olganmiz. 2011-yildan beri minamiz. 2011-yildan beri xizmatimizni qilishib turadilar. Mana xudo xolasa yana qayta kelib, yangilarini olish nasib ayladi bizga. Xudo xolasa kelib oldik, tez va sifatli qilib chiqarishib berdi. Borlariga shukr, rahmat. Akalar, mana o'zlarini, o'z ziflarini eshitdinglar. Kelaverasizlar, Chimgan traktorlari bor. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.